Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari. Bundan o'rdaklarimiz yem yeyish jarayoni. Bitta xo'rozimiz rosa urishgan. Abi ikkita xo'rozimiz urishdan to'xtamayapti. Nima maslahat berasizlar? Xudo xolasa o'rdaklarimiz kurk bo'layotganga o'xshabdi. Yoki tuxumlayaptimi, ajratmayman. Lekin bitta uyda 100% kurk. Sabab yerida pat to'kkan, ana shunaqa. Tuxumlarni sanab, sortirovka qilishimiz kerak. Mana bu yerda ham ancha tuxum bitdi mana. Kurk bitdi. Tuxumni joy yetmayapti. Bu yerdagimiz kurk. Mana bu yerda tuxum bosishyapti. Shu yerda kurk bo'lgan xudo xolasa. Mana bu yerga tuxumlayapti. Yana bitta maslahatlaring kerak, obunachilar. Xo'rozlar shu tuxumlarni ichiga kirib ketadi. Bu yerda ko'paymayapti 3 kundan beri. Asla uchish kerak bu yerda, chunki tuxum etganim bor. Kurki bo'lib yopmoqchi bo'lganman. Bunimiz ham kurk xudo xolasa mana. Katta yangi ikkitasi kurk. Mana bu yerda ham ancha tuxum bo'lib qopti. Bu yerda ham ko'payishlar bor. Dagimiz bu yerda ham kurk bo'lgan. Tuxumni olishni bilmagan bu yerlarimiz buni tuxumlarini sartaroqqa qilamiz xudo xolasa. Shu yerda yotgan yaxshi bo'ldi. Eski tuxumlar. Bu menimcha birinchi marta yotish. O'shanga tuxumlarni qaytiramiz. Yerdagidan. Ikkita o'rdagimiz birdaniga kurk bo'ldi. Qanday yaxshi yangilik. Hozir bularga e'tibor bilan qaramasak, agorodni barbod qilib tashlaydi. O'shaning uchun analarni to'g'rilab cho'tkib qilamiz. Bugun abitda dal tashqariga olib chiqib o'tlatib, cho'miltirganlarimizdan bir qo'shimcha video qilib o'tamiz. Mana. Shu yomg'irga chuvalchanga chiqadi, o'zingga bular. Sal yerga yopishib qoladi. Joyini ham topilmayapti bu. Qaydan kelgan? Mana chuvalchanglar ishi. Buni ham o'ziga yarasha injiqliklari bor, uni tabdirab qoladi. O'shani hozir mana bu eshigimizni ochib kirgizdirmasak iloji. Mana xo'rozimiz ishlashyapti. Ishlayapti, bo'lmasa